Assalomu alaykum obunachilarim, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, betonchilar o'zi doim kuzatib borib, like bosib, kommentariy yozadigan qadrdonlarim, jigarlarim. Mana biz hozir yana bitta obyektimizni quyishda davom etmoqdamiz. Namangan shahrida. Hammangizga rahmat. Bizni shunchalik qo'llab-quvvatlab turganingizdan Alloh rozi bo'lsin hammangizdan. Like bosgan qo'llaringizni dard ko'rmasin. Mehnatimizni qadrlaganingizga hammangizdan minnatdorman. Rahmat, doim sog' bo'linglar. Beton xizmatlarimiz bizni vodiy bo'ylab, Xudo xolisi uzoq yaqiniga qarab turib. Beton xizmatlari bo'lsa kommentariy yozib, like bosib tursanglar albatta javob beramiz. Xudo xolisi kommentariylarga. Xizmatlar bo'lsa aytaverasizlar. Mehnat qilish bizdan, kuzatib olish, like bosishda sizlardan, jigarlar, qadrdonlar. Hammangizdan Alloh rozi bo'lsin. Bizni qo'llab turganingizga rahmat hammangizga. Kommentariy yozishdan, like bosishdan charchamang ilohim. Biz ishlashda davom etamiz, Xudo xolisi. Mana inshaalloh havolarimiz ham yaxshi turibdi, Xudo xolisi. Hammasini oxirida yana bir obzor qilib video joylayman, Xudo xolisi. Hammasini ko'rib, baho berib, o'zinglar jigarlar. Hamma salomat bo'linglar, rahmat hammangizga. Alloh